Onana Hallandga chapga zarba berishni aytganda, hech kim nima bo'lishini kutmagan edi. Hamma Halland ko'rsatmalarga amal qiladi deb o'ylagan, lekin bu kichik daho boshqa rejani o'ylagan. Darvozabon ishonch bilan imo-ishora qiladi, gapiradi, uni chalg'itmoqchi bo'ladi, qat'iy aytadi: "Chapga, chapga." Kameralar har bir harakatni, har bir qarashni qayd etadi. Har soniyada taranglik ortayotganini his qilasiz. Halland sekin va ishonchli oldinga qadam tashlaydi. Uning nigohi Onanaga qaratilgan, tinch, deyarli provokatsion holatda. Keyin ko'ryapsizmi? Uning yuzida yengil tabassum paydo bo'la boshlaydi. Bu tabassum allaqachon u kutilmagan ish qilmoqchi ekanini ko'rsatadi. To'p aylanadi va u qarama-qarshi tomonni tanlaydi. Tomoshabinlar nafasni ushlab, so'ng portlashdi. To'p darvozaga kiradi. Onana sho'ng'iydi, lekin juda kech. Mukammal zarba. Va o'sha tabassum, Halland deyarli kameraga tashlagan sho'x nigoh. Rostdan ham meni yenga olasizmi deb o'yladingizmi? deydigan qarash.